4,5 milliard botdimi? Voy, 4,5 milliard bo'lar ekan. O'rtoqlar, biz 46 ta Damas'ni ko'rgani keldik. Shu Damas'larni sizlarga ham ko'rsatamiz. Ko'rdinglarmi? Agar sanashga ulgurmagan bo'lsangiz shoshmay turinglar. Chunki yana bor, mana marhamat ko'rishinglar mumkin. Ko'rdinglar, 46 ta Damas bo'ldi. Yutib olgan odamning hayoti menimcha batamom o'zgarib ketsa kerak. Shu puli taxminan qancha bo'lar ekan? So'lab ko'ringlar. Menimcha bu muxlislarga ham qiziq bo'ladi. Xo'sh, 46 ta Damas uramiz. Voy, sig'madi o'rtoq. Ko'rsat. O'rtoqlar, salkam taxminan 4,5 milliard pul bo'lar ekan. Tasavvur qilsizlarmi? 4,5 milliardni. Voy! Gap bo'lishi mumkin emas. Endi qarab, Abdumalik, shu 46 ta Damas'ni agar sen yutib olganingda nima qilgan bo'larding? 46 ta Damas'ni men yutib olsam, hammasini sotardim deb o'rtoq. Taxminan 10 tacha dom olardim deb odam qo'yib qo'yardim arendaga. Voy! Zo'r biznes. Qadrdonlar, agar siz shu 46 ta Damas'ni yutib olganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Kommentariyada fikringizni kutamiz. Agar videoyimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, tirs etib like bosib ketishim sizdan chiqmasin. Mana shu 46 ta Damas'lar meni ham qadrdonlarimga nasib qilsin deydigan odamlaringiz bo'ladi-yu, shularga jo'natib qo'ying. Ajab emas, shu sizlar mana shu videoni ko'rganlar orasidan kimgadir shu 46 ta Damas nasib qilsa, bizning niyatimiz ham o'zi aslida shu. Nima deymiz? Buning uchun bosh homiymiz LC hamda Jesco mahsulotlarini xarid qilib, keligini xarid qiling. Bittani, ikkitami, uchtami keligini xarid qiling. Stikerga kod SMS qo'yib yuborib qo'ying bo'ldi. Omadingiz kelsa, mana shu 46 ta Damas sizniki bo'lishi mumkin. Yashang. Bor yo'q 2 ming, 3 ming to'rtinga mahsulotni olib, maza qilib iste'mol qilib, imkoniyatiga jo'natib qo'yinglar, qadrdonlar. Sog' bo'linglar, Xudo xolasa sizlar bilan omad yo'lida ko'rishni nasib qilsin.